Ibn Abu Dunyoning kasallik va kafforatlar asarida Hasan Basri rahimahulloh kimga biror bir balo, sinov yoki kasallik yetsa deydilar. Va u buni 3 kun hech kimga shikoyat qilmasdan faqat Alloh taoloni o'ziga bildiradigan bo'lsa, Allohni o'ziga aytadigan bo'lsa, Allohni o'ziga iltijo qiladigan bo'lsa, Alloh uni o'z rahmati bilan mukofotlaydi degan ekanlar. Ya'ni bandam bergan sinovimni, imtihonimni meni o'zimga izhor qilyapti, meni o'zimdan yordam so'rayapti, meni o'zimdan najot kutyapti. Alloh o'z rahmati bilan mukofotlaydi deb mu'min banda Robbisidan kelgan sinovlarga sabrli bo'lishligi, Alloh taoloni o'zidan ko'proq umid qilishligi najotiga, Allohning rahmatiga sabab bo'lishligini aytgan ekan.